Xadinoni baqvatidan mustahkamidan olib keling degan mijozlarimiz uchun xadinoni sifati zo'ri, mustahkami, kachestasi juda ham zo'r. Bu xadinogimiz boshqa xadinoliga o'xshab korobkada 5 ta chiqmaydi. Bitta o'zi erkalanib, mana bunaqa ajoyib korobkalarda keladi. Xadinogimizning xos funksiyalarini ko'rsatib beraman sizlarga. Bittama-bitta ko'rib turinglar. Xadinogimizning eng muhim jihati xadinogimizning tormozi bo'ladi. Orqalarida mana stoykalari bo'ladi. Ikkita tomonida tormozini chiqarib qo'ysanglar, farzandingiz shu o'tirgan joyini o'zida ham bemalol o'ynab o'tirsa bo'ladi. Tormozdan chiqarib qo'yishinglar, oson qaytarib shu knopkasini shunday bosasizlar, qo'l tormozdan chiqadi, yana bemalol yuraverishadi. Xadinogimizning ikkinchi funksiyasi o'zini juda ham mustahkam bo'lgan amortizatorlari bor. Farzandinglar vesi tushganda bemalol ko'tarish uchun nagruska ramani o'ziga tushmasligi uchun amortizator funksiya ham qo'yilgan. Xo'p, uchinchisi xadinogimizda farzandinglar o'tirib uyi ichida ham aylanib yurishganligida abo'ylarni qirib qo'ymaydi. Xadinogimiz o'zi ham sinmaydi. Sababi chetlari rezinoviy ishlangan. Bu xadinogimizda devorlarga urilib ham hech narsa bo'lmaydi. Rezina udarni o'ziga qabul qiladi. Xo'p, oldi o'yinchoqlarini ko'rishingiz mumkin. Yechib qo'yib ham bemalol foydalanaverasizlar. Patlislari juda ham katta. O'yinchoqlari ham juda ham sifatli bo'ladi. Batareyaga qo'ysanglar, o'zini har xil musikalari, svetlari yonadi. Keyingi funksiyasi xadinogimizda farzandinglarga bemalol qo'llariga narsa berib qo'ysanglar, yeb o'tirishligi uchun oldida katta patnuslari ham bo'ladi. Farzandinglar o'tirish uchun juda ham qulay va yumshoq qilib ishlangan o'zini padoshlari ham bo'ladi. Bu xadinogimizning eng qulay funksiyasi hisoblanadi. Xadinogimizni yig'ib qo'yib ishlatmoqchi bo'lsanglar, oyoqlarni shunday yig'ishtirasizlar, ixcham holatga keladi. Xadinogimizning bejivisi va seriy rangidan bor. O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatlarimiz ham mavjud. Ishonchli va tez yetkazib beramiz. Bemalol murojaat qilaverasiz. Narxiga keladigan bo'lsa, narxini 650 ming so'm qilib qo'yganmiz, murojaat qilaverasizlar.